Aslbek, xabaringiz bor, shu kunlarda poytaxtimizda xalqaro an'anaviy tasviriy va amaliy san'at festivali bo'lib o'tmoqda. Festival doirasida O'zbekiston tasviriy san'at galereyasida Turk dunyosi ayol rassomlarining xalqaro ko'rgazmasi ochildi. Ko'rgazmada ishtirok etgan muxbirimiz Yusufjon Yunus jarayonlardan xabar qiladi. San'at xalqlarni birlashtiradi, ularning do'stlik rishtalarini yanada mustahkamlaydi. Xalqaro Turksoy tashkiloti va O'zbekiston Badiiy akademiyasi hamkorligida tashkil etilgan Turk dunyosi ayol rassomlari xalqaro ko'rgazmasining asosiy maqsadi ham shu. E'tiborli jihat shundaki, ushbu ko'rgazmada O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Turkiya va Ozarbayjonlik ayol rassomlarning eng sara asarlar namunasi jam bo'lgan. San'at bu sukutdagi so'z. U hech bir tarjimonsiz ham yuraklarga yo'l topadi. Bu gal Toshkent turkiy ayollar ruhiyatining uchrashuv nuqtasiga aylandi. Turksoy va O'zbekiston Badiiy akademiyasi hamkorligidagi ushbu ekspozitsiya 21 nafar turkiy ayol rassomlarining betakror ichki olamini bir makonga jamladi. Bu ko'rgazmani g'oyasi 2023-yili Turksoy rahbariyati bilan O'zbekiston Badiiy akademiyasi rahbariyati o'zaro bo'lgan bir majlisda shunaqa bir g'oya paydo bo'ldi. Aynan Turkiy davlatlarni ayol rassomlarini ijodi bilan tanishtirish. Gender haqida ko'p gapiramiz, ayollarning o'rni haqida ko'p gapiramiz, jamiyatda ayollar ijodi haqida gapiramiz, lekin yaqqol bunday bir xalqaro doirasida ayollarning ijodini ko'rsatish bu har doim bo'lmaydi. O'shaning uchun mana shu turkiy davlatlar ayollarini, rassomlarini ijodi bilan tanishtirish bu asosiy ko'rgazmani vazifasi. Bular bizga nima haqida gapiradi? Birinchidan ana shu turkiy xalqlarining tarixi, turkiy xalqlarini bugungi kuni, turkiy xalqlarini ayollarni mana shu dunyoni his qilishi. Bu yerda biz turli mana shu tasviriy san'atga oid bo'lgan yo'nalishlarni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ham rang tasvir, ham haykaltaroshlik, ham grafika san'atini ko'rishimiz mumkin. Lekin bitta yaxlitligini juda bir muhim omili bu ayollarning ijodi. Bu ekspozitsiya birinchi marta 2024-yilda Bishkekda boshlanib, bugun Toshkentda yangi sahifani ochmoqda. U bir makondan boshqasiga sayohat qilgani sayin o'zida san'at orqali uyg'unlashgan tarix, madaniyat va ayollik mehrini olib yuradi. Toshkentga я уже третий раз на Toshkentga bu mening 3-safarim. 2004-yilda Osiyo atomlari ko'rgazmasida, 2008-yilda esa yana bir san'at tadbirida qatnashganman. Bu safar xalqaro ayollar ko'rgazmasiga taklif etildim. Bu mening uchun katta sharaf. 6 ta davlatdan kelgan rassom ayollar ishtirok etayotgan bu ko'rgazmada qatnashayotganimdan mamnunman. Toshkent men uchun allaqachon o'z uyimdek. Ko'rgazma nafaqat ijodiy loyiha, balki tarix, madaniyat va ayollar salohiyati haqida so'zlovchi namoyish desak hech shubha yo'q. Xalqaro ko'rkam hunar festivali. Festivalning barcha ishtirokchilarini tabriklayman va minnatdorchilik bildiraman. Go'zallik dunyoni qutqaradi degan fikrga ishonaman va ushbu festival bu g'oyaning yorqin dalilidir. Bu yerda go'zal Toshkentda turli davlat vakillari san'at orqali muloqot va do'stlikda birlashmoqda. Qozog'istondan o'z asarlarim bilan ishtirok etayotganimdan xursandman. 5 yildan buyon Almaty shahridagi Almaty davlat galereyasiga rahbarlik qilaman. Asosiy faoliyatim ko'rgazmalar va xalqaro loyihalar, lekin rassom sifatida ishtirok etish men uchun ayniqsa qadrli. Gilam naqshlari, kashta zavqlari, namat va ipaklar, mo'yqalam jilosi bu yerda. Faqat tasvir emas, balki avlodlar xotirasi, millatlarning milliy g'ururi aks etgan. Bu salonda tamamen benim işlerim var. Bu yerda taqdim etilayotgan asarlar matoga chop etish texnikasi orqali yaratilgan. Asosiy mavzularim ayollar, gullar va ularning xarakteri bilan bog'liq. Ushbu ko'rgazmada ayol qalbi va tabiat o'rtasidagi uyg'unlikni aks ettiruvchi asarlarni namoyish etishni istadim. Gullar orqali madaniyat bilan tabiatning o'zaro bog'liqligini ifodaladim. O'zbekiston va Turkiya o'rtasida umumiy timsollar, anor guli, ot kabi obrazlar orqali ikki xalq o'rtasidagi madaniy yaqinlikni ko'rsatishga harakat qildim. Bu an'anaviy nusxa texnologiyasini kelajak avlodga yetkazish, uni saqlash va rivojlantirish mening ijodiy maqsadlarimdan biridir. Ko'rgazma bu san'at orqali yaratilgan umumiy sahifa. Har bir rassom esa o'sha sahifadagi noyob satr muallifi. Ayollar san'ati esa bu shubhasiz tuyg'ular san'ati. Galereya bugun san'at va qadriyatlar yangrayotgan makonga aylangan. Turkiy dunyo ayol rassomlari ko'rgazmasi yurakdan yurakka qadar uzatilgan rangli maktub.
turk dunyosi ayol rassomlarining eng sara asarlarini ko'rishni istasangiz, 25 aprel sanasiga qadar O'zbekiston tasviriy san'at galereyasi eshiklari siz uchun ochiq.